Amalgamalar bir yoki bir necha metall bilan qo'rg'oshinni aralashmasidan tashkil topgan metall plomba ashyolari. Qo'rg'oshinni boshqa metall qirindisi bilan aralashish natijasida plastik massa hosil bo'lib qotadi. Bu jarayon amalgamalash deyiladi. Amalgamalar tarkibiga ko'ra turli xil bo'lishi mumkin. Ulardan asosan misli va kumushlisi ishlatiladi. Misli amalgamalarda tarkibida mis, simob, rug'dan iborat bo'lib, ular birinchi, ikkinchi sinf koreys kovaklarida namlikni to'liq izolyatsiya qilib bo'lmaydigan vaziyatlarda va chayna bosimi yuqori tushadigan tishlarda qo'llaniladi. Frontal tishlarda, allergiyasi borlarda va emal yuzasi emal qavati yupqa qolgan tishlarda tavsiya qilinmaydi. Kumushli amalgamalar tarkibi asosan kumushdan iborat bo'lib, qo'shimcha metallar sifatida qalay, mis va ba'zan korroziyasini kamaytirish uchun rug' qo'shiladi. Ularning ijobiy xususiyatlari mustahkamlik yuqori plastik, tish to'qimasini rangini o'zgartirmaydi. Misli amalgamalar tish to'qimasini rangini o'zgartiradi va milk sohasi qarasidagi kovaklarda yemirilmaydi. Salbiy xususiyatlari estetik emas, tish to'qimasini ko'proq kesishni talab qiladi. Tarkibida simobning mavjudligi va issiq sovuqda kengayish kiradi. Homiladorlarda, yosh bolalarda va allergiyasi borlarda tavsiya etilmaydi.